Hali o'sha ayol yana keladi. Kerak bo'lsa, shu uyga kirib yashaydi. Tug'ishgan emas. Lekin ukasidek bo'lib qolganman. Ha, yaxshi. Balkim sening gaplaring to'g'ridir. Bilib bo'lmaydi ularni. Qara, sharmandalarni. Yasanib olib, qayerga ketyapsiz? Ishga ketayotgandim. Shikastlangan a'zolar sekin-asta tiklana boshlaydi. O'ziga kelishi kerak. Mayli. Kerak bo'lsa bosgan qadamlaringiz uchun oyoqlaringizdan nimadir undirishni o'ylaysiz. Xudoga shukr. Mana o'rta advokat va nihoyat akamizni ham topdik. Ahvollari yaxshi emasmi deyman aka? Qo'ying. Yomon niyat qilmaylik. Undan ko'ra hozir tezda doktorga uchrashishimiz kerak. Hozir ahvollari qanaqaligini bilishimiz zarur. Yaxshi. Unda men doktorga uchrashaman. Xo'p. Men sen kelguningcha akani yonida bo'lib turaman. Xo'p. Aka, sizga nima bo'ldi? Kim sizni bu ahvolga soldi? Aka, kim bilan bunaqa hisob-kitobingiz bor edi? Shuni o'ylab, hech o'yimga yeta olmayapman. Meni eshityapsizmi? Agar eshitayotgan bo'lsangiz, biron bir belgi bering. Bilaman, eshityapsiz. Ko'p qiynamang. Sizni bir ko'rib ketadigan edim. Ahvolingiz qanday? Siz o'zi kimsiz? Nima ish qilasiz? Nimaga bu ahvolga tushdingiz? Lekin qandaydir siringiz bor. Qaysidir tomonda menga tanish deysiz. Qayerdadir ko'rganman sizni. Lekin aniq eslolmayapman. Eslab qolarman. Men sizni shu yerga olib kelgan doktorman. Ko'chada ko'rib qoldim. Ahvolingiz juda ham og'ir edi. Lekin shifokor bo'lganim uchun har qanday bemorga ko'cha-kuyda bo'lsa ham birinchi yordam ko'rsatishimiz kerak. Bu bizning vazifamiz. Shuning uchun kelib sizdan hol-ahvol so'ray dedim. Bilaman, eshityapsiz. Mayli, ko'p qiynamaysiz. Nima bo'lganda ham, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, Alloh sizga shifo bersin. Oilangizni, bolalaringizni baxtiga sog'ayib keting. Men yana kelaman.
iflos. Ha, Sodiq. Zafar aka. Nima deysan? Yana ham kelyaptilar. Ijodkorlikda yotgan tomonga ketyaptilar. Unga bu yerda endi nima bor ekan? Iflos. Sen yashashing kerakga o'xshaydi. Seni endi nimadir qilaman deyotganimda kimdir xalaqit beryapti. Guli opa, qaytib kelmayman deb shunday gaplarni gapirdingiz-ki. Nima bo'lganda ham boyatam sizlarni mana u bilan uchrashganinglarni bilmasligi kerak. Iching. Rahmat. Ichingda mana shu piyoladagi choyni qaniydi shirin yuziga seforsam deb o'ylayotgan bo'lsang kerak-a? Yo'q-e. Ja unchalikka bormayman. Sevara, seni oilang, ota-onang bormi? Ukam bor. Hozir Istanbulda. Qilmishlaringni eshitib, uyalganidan qochib ketgan bo'lsa kerak-a? Yo'q, ukam mard yigit. Doim opasi tomonda bo'ladi. Bitta o'zing qanday qilib shuncha suvni loyqalatding, a? Men haqiqatim uchun kurashdim. Lekin yengilmading, shunaqami? Mana shu ikkinchilarda nimadir bormi deyman-da. Siz ham yengilganingizni nazarda tutyapsizmi? Menga qara. Biron marta bo'lsa ham qilmishlaring to'g'risida o'ylab ko'rganmisan, a? Adashib bo'lsa ham vijdoning qiynalganmi? Yo'q. Qiynalmaydi. Chunki o'zim uchun to'g'riman. Men yomon ish qilganim yo'q. Nikohim bor. Siz faqat o'zingiz tomondan turib o'ylayapsiz. Siz men tomondan ham o'ylab ko'ring. Shunda tushunasiz. Sen tomonga o'tishim uchun bir guldek oilani, baxtli oilani buzishim kerak. Unda shunday qiling. Balki tushunarsiz. Uzr. Men sizlardek bo'la olmayman. Shirin. Gaplaringiz menga og'ir botyapti. Har holda kenayizman. Eslatishim shart emasdir? Ha. Men ham odamman. Demoqchisan-da, a? Akam seni tanlagani uchun jim turibman. Bo'lmasa, allaqachon haydab borardim. Men esa ketmasdim. Chunki men akangizni yaxshi ko'raman. Kerak bo'lsa, o'sha Gulchehraxon keliningizdan ham ko'proq yaxshi ko'raman. Mayli, sizga yoqimli ishtaha. Bez. Lekin balo bez bo'lsa ham qurib ketgur. Chiroyli-a? Hamma shu chiroyiga aldanar ekanda. Jin ursin. Assalomu alaykum Guli opa. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Iye. Nima qilyapsiz bu yerda? Qani o'tirib olaylik. Kenay, shu desangiz, bu zont yutish juda ham qiyin ekan. Sal qolsa hushimdan ketardim. Ha, ko'ylakni oldim, kiyib ham oldim. Pulini kartezga tashlab yuboraman, xo'p? Rahmat. Qale? Ko'ylagim yarashibdimi? Ha, juda ham yarashibdi. Ha. Kelin. Boshimda nima o'tganlarini bilasan. Asablarim taranglashib ketgan. Qani, bir yelkalarimni massaj qilib o'rgin. Ha? Nega unaqa qarayapsan? Axir qaynopayman-ku. Qani boshla. Biram mazza-ey. Sizga yoqayotgan bo'lsa xursandman. Avval sizni umuman boshqacha tasavvur qilgan ekanman. Qanaqa, aytchi. Xuddi menga gap tashib yuradigan chaqimchi ayollarga o'xshab tuyulgansiz. Hozir qanaqa tuyulyapman? Hozirgiga-ku biror narsa deya olmayman. Uyimizga kelishdan maqsadingiz nima o'zi? Yaxshilikmi yoki yomonlik? Mana shunga qarab biror narsa aytishim mumkin. Ikkalasi ham. Sen birovning baxtini, hayotini, oilasini buzding. Balki ularning oilasi allaqachon buzilib bo'lgandir. Keyin akangiz men bilan tanishganda oilalari borligi haqida menga gapirmaganlar. Ajrashganman deganlar. Unaqa demaganlar. Yolg'on gapirma. Ishonmasangiz borib o'zlaridan so'rang. Agar akangizning oilasi borligini bilganimda ikki dunyoda ham yaqinlashmagan bo'lardim. Yolg'onni ham qiyib olasan-da Jamila, o'lib qolaman hozir. Menga qarang, men Jamila emasman. Kundoshingizga o'xshatmang meni. Qoch. Jahlimni chiqarma, nariroq tur. Sen Jamilaga o'xshaysan. Hammang bir ko'rsan. Tushundilaringmi? Men sizga sababini aytdim. Bilsangiz, hammaning o'z hikoyasi bor. Sizni qarshingizdan ham mana shunaqa inson chiqqan. Qarang, yoki chiqsa, yolg'izman desa, sizga yaxshi qarasa, sizni sevsa, turmush qurish haqida o'ylab ko'rasiz. O'ylamayman. Umuman turmush haqida o'ylamayman. O'zingiz bilasiz, hayot sizniki shirin. To'g'ri. Qanday yashashni o'zim bilaman. Sendan so'rab o'tirmayman. Voy, kenayim telefon qilyaptilar. Gulchehra kenayim. Salom ayting. Qoch. Alo. Assalomu alaykum kenaya. Yaxshimisiz? Ilon. Zahar. Va nihoyat o'zingizda kuch topibsizlar. Kechasi bilan oshqozonim og'rib chiqdi. Umuman uxlay olmadim. Keyin ertalab bor nima bo'lsang bo'l, zont yutish kerakmi deb, kerak bo'lsa yutaman deb kelaverdim.
Qaytgancha, dadam yaxshimidi, hech vaqt topolmayman borgani. Bizni boyoti qachon yomon bo'lgan? Biznesni urib yotibdilar, soqqani soqqaga urishtirib. Ha. Kecha sizni ko'rganimni aytgandim. Hayron bo'ldilar. Yaxshilab surishtirmadingmi, ahmoq? Qizim kasalxonada nima qilayotgan ekan? Tinchlikmikan? Nevaralarimning ahvoli yaxshimi? Qizimning o'zini sog'ligi joyidamikan? deb rosa meni koydilar. Ha. Zafar, hammasi joyida, aytib qo'ying, kunlari xotirjam bo'lsin. Keyin rostdan ham bu yerda nima qilyapsiz? Men juda ham qiziqib ketyapman. Sizni kecha ham bu yerda ko'rgandim. Nima? Shu yerga ishga kirmoqchimisiz? Bilasizmi, menga bu yer ma'qulga o'xshayapti. Shu yerga ishga kirsammikan deb o'ylab turdim. Shunga keldim. Unaqa qilmang. Bu nima deganingiz? Birinchidan, kimsan Arslonboyning qizisiz. Ishlamasangiz ham bo'laveradi. Kerak bo'lsa, boyotamga aytsangiz, o'zingiz uchun xususiy klinika ochib beradi. Siz bundan ham kattaroq kasalxonalarda ishlashga loyiqsiz. Agar xohlasangiz, men o'zim ish qarab ko'raman. Yo'q, istamayman. Bilasizmi, ukam? Men yoshligimdan shunga o'rganganman, o'zim mehnat qilib, o'zim pul topishga. Qaytgancha oshqozoningizga nima qilibdi? Nomi biram qiyin. Erroza deyishdi. Devorlari yemirilgan ekan. Dieta qilar ekanman endi. Ehtiyot bo'ling. Bilasizmi, agar doktorlarning aytganini qilmasangiz, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Xo'p, bo'ladi-kene. Zafar, sizga bir iltimosim bor edi. Meni kinoy demang. Men Odil akangiz bilan allaqachon birga yashamayman. To'g'ri. Xo'p, mantiqan shunaqa. Lekin Odil akamni ham ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Bir yonlarga o'tib kelishim kerak. Keyin ana u Sevarani ham yaxshi taniyman. To'g'risi menga 1-2 marta telefon qilib, gap yetkazishimni iltimos qildi. U yalmog'iz Odil akamga umuman mos emas. Zafar, endi bu yog'iga ular mosmi, mosmasmi, menga umuman qiziq yo'q. Tushundingizmi? Mayli. Eng asosiysi tuzalib keting. Hech ham kasal bo'lmang. Xo'p. Mayli, men boray, ishlarim bor edi. Yaxshi. Mayli, opa. Sog' bo'ling. Dadamga salom aytib qo'ying. Tez orada borib qolaman. Xo'p. Ish qilib, Gulyo opam bu yerga ishga kirib olmasdilar-da. Yaxshi yuribsizmi, opajon? Charchab qolmadingizmi? Rahmat. Jiyanlarim yaxshimi? Yaxshi, Shirin. Qachon uyga kelasiz? Boraman, opa. Bu yerlarda ozgina ba'zi birlarga dars o'tib qo'yishim kerak. Men sizlarni sog'indim, opa. Bugun o'sha yerda qolasizmi deyman? Ha, qolsam kerak. Yana ko'ramiz, vaziyatga qarayman. Axir akamni uyi bo'lsa, akam bo'yini xo'jayinlari bo'lsa, bir mazza qilib davron suray. Kim qarshilik qila oladi? Kelin-ku. Haligi kinolarda aytishadi-ku, kelin supurgi. Qayerga qo'ysa, o'sha yerda turadi deb. Meni sovunimga kir yuvmagan ekan. Mana hozir kir yuvdiryapman. Bir narsani aytaymi, opa? Bu yerni nimasidir yoqmayapti. Hech narsani ta'mi yo'q. Sizni ovqatlaringizga yetadigan ovqati yo'q-da, juda ham shirin. Shirin, oshirib bormang. Hamma qatori odamman. Yo'q, opa. Siz odammas, farishtasiz. Sizga o'xshagan insonlar bu dunyoga 100 yilda bir marta keladi. Qani endi meni tug'ishgan opam bo'lganingizda?
Hozir ham tug'ishganlardan kam emasmiz, opa. Mayli Shirin, o'zingiz ehtiyot qiling. Uyga keling. Xo'p, opa, rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Xo'p. Qachondir sen haqingda ham kimdir shunaqa gap gapirarmikin? Gapirsa kerak. Lekin gapirsa ham soxta bo'lmaydi. Tabiiy chiqadi. Misol uchun, hozir siz Gulchehraga gapirgan gaplaringiz soxta. Yo'q. Hammasi samimiy edi, tushundingmi? Ikki dunyoda ham ulardan seni ustun qo'ymayman. Chunki bir kun kelib akam xatosini tushunadi. Ular yana birga bo'lishadi. Buning uchun istaganingizni qilishingiz mumkin. Lekin men bunga yo'l qo'ymayman. Chunki men o'zimga ishonaman. Siz meni qo'rqoq, eri ketib qolsa yig'laydi deb o'ylaysizmi? Men yig'lamayman. Chunki erim meni tanladi, Gulchehrani tashlab ketdi. Baxtimizni ko'rmoqchimisiz? Ha demay ko'rasiz. Tushundingizmi? Akam kelsin. Gaplashaman sen bilan. Ilon-ku bu. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Singlim, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kechirasiz. Biz Yodgor Farmonovning oldilariga kelgandik. Ularni shu yerda yotibdi deyishdi. Bemorga sizlar kim bo'lasizlar? Ishchilarimiz. Ukalardek azizmiz. Yaxshi. To'g'riga yurasizlar. Oxirdagi eshik 421-xona. Rahmat. Kirib ko'rsak bo'ladi? Bo'ladi. Rahmat. Bu shovozlar kim bo'ldi endi? Voy. Akam-ku. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Aka, Qalaysiz? yaxshimisiz? Qanday shamollar uchirdi sizni, ha? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi kelyapsizmi aka? Ha. Yaxshiman. O'zing qanaqasan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Ha. Sevara uydami? Ha. Uyga kirmasdan turib, namuncha uni so'raysiz? Ha, uyda. Sizdan xafaman. Nega? Singlim, arzimagan narsadan xafa bo'laverma. Xotinim bo'lgandan keyin so'rayman-da. Hozircha xotiningiz bo'lish mumkin. Keyin unaqa bo'lmaydi. U sizga vaqtinchalik xotin. Xo'p. Qaynonalikni boshlab yordingmi deyman-da, ona singlim? Boshladim. Boshlamasam bo'lmaydi. Achiq qilma, bo'ldi endi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'pmi? Voy Odil aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelyapsizmi? Ha, o'zing yaxshimisan? Akamni qanaqa kelayotgani shundoq ko'rinib turibdi. Uni so'rash shart emas. Keyin singlisi kelganda, kelin gapirmasdan xizmat qiladi. Meni singlim ajoyib-da. Bunaqasi yo'q. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Kelin, siz ovqat qiling. Akam och kelgan. O'zi nega shu paytgacha ovqat qilmadingiz? Shunaqa ham bo'ladimi? Mayli singlim, hech qisi yo'q. Hammasi joyida. Biz o'zi aslida kech ovqatlanamiz. Xo'p, mayli, unda men kiyimlarimni almashtirib chiqay, xo'pmi? Mayli. 5. Nima 5? Bahoyingiz 5.
Aka. Xudoga shukr. Mana o'rtoq advokat va nihoyat akamizni ham topdik. Ahvollari yaxshi emasmi deyman aka? Qo'ying. Yomon niyat qilmaylik. Undan ko'ra hozir tezda doktorga uchrashishimiz kerak. Hozir ahvollari qanaqaligini bilishimiz zarur. Yaxshi. Unda men doktorga uchrashaman. Xo'p. Men sen kelguningcha akani yonida bo'lib turaman. Xo'p. Aka. Sizga nima bo'ldi? Kim sizni bu ahvolga soldi? Aka, kim bilan bunaqa hisob kitobingiz bor edi? Shuni o'ylab, hech o'yimga yeta olmayapman. Aka, ahvolingiz yaxshimi? Vahima qilma. Yaxshiman. Meni topgunlaringcha ahvolimni yomonroq ko'rsatayotgandim. Sizga nima bo'ldi, aka? Kim sizni bu ahvolga soldi, aka? Keyin aytaman. Advokat ham shu yerdamidi. Ovozni eshitgandek bo'ldim. Ha, shu yerda edi. Hozir doktorlar bilan gaplashgani ketdi. Mayli, yaxshi. Ishlar qalay ketyapti? Ish qilib jiddiy shikastlanmaganmisiz? Qovurg'alarim singanini hisobga olmasa, hammasi yaxshi. Shu singan qovurg'alarimni bitishi biroz cho'zilyapti. Lekin bu yerda qovurg'alarimni bitishini kutib o'tirmoqchi emasman. Tushundim. Sizni tushundim, aka. Advokat kelsin. Gaplashamiz. Xo'p, aka. Xo'p. Voy. O'tir turma. Qalaysan endi? Yaxshi. Zerikmadingmi? Ko'rinishingizga gap yo'q. Chiroylisiz. Ha endi chiroyli qizni akasiman-da, singlim. Lekin chiroylisiz u baxtingiz chiroyli emas-da. Tinchlikmi? Nega unaqa deyapsan? Mana bu xotiningiz umuman sizga mos emas. Shunaqa g'iybatchi. Kelganimdan beri tinmasdan bechora Gulchehra opamni gapiradi. Unda nima ayb ekan? Ustiga keyin g'iybatni tugatib yana qarg'ab ketsa bo'ladimi? Yo'q. Sevarani bunaqa odati yo'q edi-ku. Sizni oldingizda qilmaydi-da, aka. Siz yo'q bo'lsangiz ko'rdik. Tili shunaqa chiqadi, ilon-ku. Men Gulchehra opam haqida umuman unaqa gapirmang dedim. Yana aralashmaymish. Indamasam urvorardi, bilasizmi? Shunaqa degan. Bilaman. Sizga boshqacha qilib yetkazadi. Chaqamchilik odati borligini juda ham yaxshi bilib turibman. Singlim to'g'ri. Sevara qiziqqon, cho'tkesarroq. To'g'ri, Gulini yoqtirmaydi. Lekin o'zi shundoq ham kundoshlar bir-birini yoqtirmaydi-ku. Singlim, lekin Sevarani ozgina tushunishga harakat qilib ko'rgin. Xo'pmi? Qo'ysiz-chi aka.
Qanaqasiga tushunaman? O'zingiz mard bo'lib ayting. Shu ayolni Gulchehrapam bilan solishtirib bo'ladimi, a? Yer bilan osmoncha farqi bor-ku, aka. Ko'zlari shunchalik ko'r bo'lib qoldimi? Singlim, bilaman, ikkalasining ham yaxshi va yomon taraflari bor. Bo'lishi mumkin. Lekin buningizning yaxshi tarafi borligiga umuman ishonmayman. Shirin, yomon ko'z bilan qarasang, albatta yomon tarafini ko'rasan. Yaxshi ko'z bilan qarasang, yaxshi tomonini topasan. Aka, buningizning niyati buzuq. Buningizga siz emas, pullaringiz kerak. Hali ko'rasiz, pullaringizni olib qochib ketadi. Yo, singlim, bunaqa bo'lishi mumkin emas. Men Sevarani bilaman-ku, oshirib yormagan. Mayli, siz menga ishonmayapsiz. Bu ayol burningizdan ip o'tkazib olibdi-ku. Ha, mayli, singlim, bizni qo'y. O'zingdan gapir, xo'sh? Nima gaplar? Ishlaring yaxshimi? Men yaxshiman. Bilib qo'ying. Mana buningiz bilan birga ovqatlanmayman. Ikkalamiz alohida ovqatlanamiz. Yoki biz ovqatlanguncha kutib tursin. Keyin o'zi biladi. Shunaqa degan, mayli. Shu bilan sen xursand bo'lasanmi? A? Agar xursand bo'lsang, xo'p, mayli, sen aytganchalik bo'la qolsin. Shirin, men bir Sevaradan xabar olaychi, xo'pmi? O'tirib turgin, hozir. Rostdanam akamni burnidan ip o'tkazib olibdi-ku. Tavba. Baribir akamni kelin bilan yarashtiraman. Qandaydir bir notanish yigit 2 kundan beri kelyapti. Kasalxonani atrofida o'ralashib yuribdi. U kim ekan? Bilmadim. Ukasiman dedi. Keyin birga ishlaymiz, xo'jayinimiz bo'ladi dedi. Hayronman. U kim bo'lishi mumkin? Biz endi keldik-ku. Agar u yigitni ko'rsangiz, bizga xabar qila olasizmi? Uzr, men ishlarim ko'p. Doktor, rahmat sizga. Mayli. Men ishga boray. Kim bo'lishi mumkin? Bular meni ortimdan tushmoqchimi deyman. Ishdan charchamay keldingizmi, Odil aka? Ha, rahmat. O'zing qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshiman. Shirin bilan maza qilib o'tirdik. Yo'q, singlim senga yoqdimi? Ha, juda ham yaxshi qiz ekan. Avval yaqindan bilmasdim. Mana endi bilib oldim. Shunaqa degan, ish qilib yo'qligimda tortishib qolmadinglarmi? Uni ham tili yomon, seni ham tiling yomon. Ozgina shunaqa bo'lgandek bo'ldi. Lekin buni sizga gapirishimga arzimaydi. Keyin yana chiqishib ketdik. Sevara, men singlimni yaxshi bilaman. Uni ko'ngliga qarayapsan. To'g'rimi? Bu odating menga yoqdi. Siz tomondan kelgan to'fonmi, bo'ronmi, yong'inmi, nimaiki kelsa, quchoq ochib kutib olaman. U yog'idan xotirjam bo'ling.
o'ng yuzimga urishsa, chapini tutib beraman. Shunaqa. Nima deyishsa ham, kulib xizmatini qilaman. Buni hammasi siz uchun. Yaxshi. Bugun nimagadir uyimizdan quyosh chiqqanday bo'ldi. Sen ham sezdingmi? Ha? Aka. Xo'p, hozir. Bora qoling. Har kuni ham singlingiz bilan ko'rishurmisiz? Gaplashib o'tiring. Yaxshi. Ovqat tayyor bo'lsa olib chiqarsan-a? Xo'p, mayli. Xo'p. Ha, singlim, yaxshi o'tiribsanmi? Qorning ham ochib ketgandir-a? Yo'q, ochmadi. Hozir ozgina sabr qil, ovqat ham tayyor bo'ladi. Aka. Labbay. Mana buningizni ota-onasi uyi yo'qmi deyman-a? Uyiga ham bormasa kerak-a? Nega unaqa deysan? Mana shu yer uni uyi-ku. Men rosa gapirdimmi? Yo'q, sen haqingda hech qanaqa yomon gap gapirgani yo'q. Qo'ysizchi, bilaman-ku. Ketganimdan keyin rostsa gapirsa kerak-a? Yana niyati bizni urushtirish bo'lmasin. Yomonlasa ishonmang. Xo'p. Sen xavotir olma. Bilasanmi, sen haqingda u yomon fikrga bormayapti. Tavba. Sizni rosa avrab bo'pti-ya? Mayli. Singlim, olmasdan biror bir yangilik bormi? Yo'q. Hech qanaqa yangilik yo'q. Nima bo'lsa ham menga umuman qiziq emas. Shunaqa degan? Yoki siz biron bir gap eshitdingizmi? Men ham hech narsa eshitganim yo'q. Hali u qadrimga yetadi. Jamila uni qamatganidan keyin chet elga chiqib ketaman deganda. Sen Gulchehraning yoniga ketmoqchimisan? Albatta. Yoki haydayapsizmi? Usiz ham ketaman. Nega seni haydayman? Hozir bu haqida o'ylayotganim yo'q. Ishlarim boshimdan oshib yotibdi. Lekin baribir qaytishingiz kerak. U o'tirib, qalb miyasi aynib qoldi. Bir unga sabab bo'ladi. Aytgancha, sizni bu yerga bir ayol kishi olib ketdi. Singlim, seni tushunib turibman. Jon kuyarligi uchun rahmat. Kim biladi, balki unaqa bo'lmas. Bu nima deganingiz? Bitta yagona singlimizsan. Bilasanmi, seni mana bu kaftimizda avaylab asrashimiz kerak.